Nimaga keldingiz yana? Menga qara. Ketdi. Hamma uyda bo'lib turadi mana qurish janjal. Men siz bilan hech qayerga ketmayman. Oyog'ingizni oling. Yana kelibdimi? Ha, yana kelibdilar. Kuyov uchinchi marta kelishi uyat bo'lib ketadi. Narsalaringni yig'ishtirganda sekin uyingga bora qolgan. O'zi sizni qistovingiz bilan turmushga chiqdim aka. Menga e'tibor bermaydigan odam bilan men yashamayman. E'tibor bermayapti degan. Aniq yashamaysanmi? Qarorim qat'iy yashamayman. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, sen bilan bitta ish qilamiz. Yaxshimisan? Keling. Assalomu alaykum, xola. Uyingizda suv bormidi? Voy, kelin, bizning suvimiz sho'r edi-da, yaxshi suv emas. Eringiz yaxshi suvlarni olib kelardi-yu, yaxshi sharoit qilib qo'ygan. Keling qo'shni, nima xizmat? Yaxshimisiz? Tuzinglar bormidi? Voy qo'shnijon, ming bor uzr, tuz qolmovdi-ya. Ro'zg'orli qilmovdik hali. Bilasiz, erim ishlari uncha yurishmay turibdi. Kecha eringizni magazinda ko'ruvdim. Yaxshigina ro'zg'orli qiluvdilar. Tuz olish eslardan chiqdimi? Mayli, rahmat. Kechirasiz, uyimizda unimiz bor-ku, lekin xo'jayinim yo'q edilar. Ularni ruxsatsiz bera olmayman, xafa bo'lmang. Tinchlikmidi o'zi? Sizlarning sharoitingiz yaxshi edi-ku. Har doim xo'jayiningizlar paket-paket bozorlik qilib keladilar-ku. Yo'q, hammasi yaxshi. Uzr, bezovta qildim. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, bitta shart bor senga. Uyingga borasan, eringni bir tiyin puliga hech qanaqa ro'zg'origa tegmasdan turib, bitta non qilib pishirib olib kechi menga. Agar shuni bajara olsang, men roziman, sizlarni ajratib yuboraman o'zim. Adasi, yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi, rahmat. Kechki ovqatga nima qiling? Nima yegingiz kelyapti? Bilmadim. O'zing yoqqan taomni ko'r. Tinchlikmidi o'zi? Ne unaqa birdaniga so'rab qolding? Adasi, meni kechiring. Xato qildim.